Yog'ingarchiliklar ortidan kuzatilayotgan sel toshqinlar kim uchundir zavqli tomosha bo'lsa, afsuski ko'p hollarda uning talofatlari yana kimlar uchun katta muammolarni keltirib chiqaradi. Xususan so'nggi kunlardagi suv toshqinlari sabab Shahrisabz tumanining Toshbuloq qishlog'idan o'tgan avtomobil yo'lining o'pirilishi hudud aholisini ichimlik suvisiz qoldirdi. Yo'l uchun yopildi. Yo'l mana to'g'ri o'tish kerak edi. Bizga qariyb bir 20-25 metr bag'dan o'tib, bizada kanalimizni bekitib, shuni ustidan yo'lli qilib o'tyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda Shahrisabz Kamar Ommag'on avtomobil yo'lining ushbu hududdan o'tgan qismidagi yo'lning o'pirilib ketishi xususidagi video xabarlar ortidan manzilda bo'lib, vaziyat bilan yaqindan tanishishga harakat qildik. Bu asosiy 5-kun bo'ladi. 5-may kuni. Boshlanishi. 4 ta turbasini yiqitib ketdi. Ikkita yemirilib oxiri shu darajaga keldi. Hozirda yo'lning bir qismi avtomobillarning harakatlanishi uchun vaqtinchalik tartibga keltirilgan, nosoz qismi beton to'siqlar bilan yopib qo'yilgan. Kecha kunduz ishlab yo'lchilarga rahmat. Mana shu yo'lda nima qilishdi? Remont qilib, endi bu ham vaqtinchalik. Odamlar har 5-10 yilda yo'lni sel olib ketishini bildirar ekan, buni qurilish ishlaridagi mas'uliyatsizlik bilan izohlashdi. Tagda ishlamasa, buni iloji yo'q. Yana qurdimi, yana olib ketadi buni. Ustunidan ajralib ketgan ushbu maxsus konstruksiyalarning holati ularning o'rnatilganiga hali uncha ko'p bo'lmaganini bildirar ekan, mutaxassislar buning sababini quyidagicha izohlashdi. Qurilish me'yori joyida bo'lgan-u, lekin bu kuchli sel, yog'ingarchilik natijasida deb o'ylayman. Bu masalan bu ertangi loyiha qilinadi. Mana hozir bunaqa holat turibdi, loyiha qilinadi. Loyiha asosida masalan o'sha smeta bo'yicha qilinadi. Qancha boyaga o'sha me'yorda qilinadi-da. Yemirilgan yo'lda harakatni tiklash uchun olib borilgan ishlar natijasida boshqa bir muammo o'rtaga chiqdi deydi odamlar. Qishloqni ichimlik suvi bilan ta'minlab turgan kanalning buzib yuborilishi ortidan aholi 10 kundan ortiq vaqt davomida suvsiz qolishmoqda. Muammoli holatga buni har kuni bizlar yo'l xo'jalikka ham chiqamiz, suv xo'jalikka har kuni chiqamiz. Telefon orqali bugun qilamiz, erta qilamiz deb xalqda shunday nima qilib har kun. Yo'l aytayapti-ku, bizning katastrimizga tushib qolgan bu yo'l, bu nima noto'g'ri sizlar qurgansizlar deyapti. Ular aytayapti-ku, bizga to'g'ri deb. Mahalla raisi ta'kidlaganidek muammo haqida mas'ullarga xabar berilgan, biroq ular buni paysalga solishmoqda. Suvchilar yo'lchilarga, yo'lchilar suvchilarga aybni yuklab vaziyatni yanada qiyinlashtirmoqda deydi odamlar kuyunchaklik bilan. Tuman irrigatsiya bo'limi mas'uli telefon orqali bir kun ichida quvur tortish ishlari boshlanishini ma'lum qildi. Ertaga bizni yigitlar rejalashtirganmiz, yo'lchilarni reja qilganmiz aka. Ularning texnikasi bizni yigitlar borib ishlaydi aka endi. Tabiiy ofatlardan ko'z yumib bo'lmaydi albatta. Binobarin sel toshqinlar ham shular jumlasidan. Biroq ular oqibatlarini tezroq bartaraf etish, aholi muammolariga yechim topish dolzarb vazifa. O'ylaymizki, mas'ullar toshbuloqliklarni suvsiz qoldirgan tarmoqni o'zlari va'da qilgan muddatda qayta tiklab, muammolariga yechim topishadi.